Avvalambor assalomu alaykum. Mana janglarimiz ham bo'lib o'tdi. Boylarni ko'rdik, hammasini yutganlarimizniyam nasib bo'lsa yutqizganlarimiz keyingi janglarga yutishlarini xohlaymiz. Yutganlarimiz malades, omadlaringizni bersin. Mana shunday chiroyli janglarni o'tkazishlaringizni tilakdoshimiz. Mana shu sportsmenlarimizni bir-ikkita negativchilar koyib chiqibdi. Shunaqa qilishlarga birontasiga atvet qaytarib отчет berishlaringizni hojati ham yo'q deylayman. Tirnobkalaringizni addishi qilib borib, Zakonni, Amirxon janglari juda chiroyli ketayotgandi. Endi bu ham bir Amirxonga bir sinov. Endi yutqazish. Endi misol shunday yutqizish shu janglarga, peshonalariga bor ekan. Boy berdilar. Nasib bo'lsa keyingi janglarini yutib, elimizni, yurtimizni xursand qilib, O'zbekistonimizni bayroqlarini baland, yuksak yutuqlar bilan ko'tarib yurgan inson nasib bo'lsa bir-ikkita negativchilar gapirib chiqishibdi. Unaqalarga ahamiyat berishingizni umuman hojati yo'q. Kerak emas. Ular atvet doim aytaman. O'z ustiga ishlab, tirnobkani qilib, nasib bo'lsa keyingi janglaringizga yutuqlar bilan kutib qolamiz. Malades. Har kimga ham emas bunday boylarni, janglarni sitkaga mana shunday janglar o'tkazish ham erkak mujik bo'lib tug'ilgan, kelajagiga mujik bo'lib qolayotgan yigitlarga yarashadi. Qolganlar emas, orqadan chetdan turib tosh otib, ayalcha takliflar bildirganlar emas. Chiq erkak bo'lsang, mard bo'lsang, san ham janglarni o'yin bilasanmi? Oson deylaysanmi? Sportsmenlarimiz mana shunday janglarni o'shancha insonlarning ichiga o'tkazib kelyapti. Shularni ota-onasiga rahmat. Har kimga ham emas bundayrog'i chiqqan joyingga ishtonni salgina namlab qo'yishing ham mumkin. Bir-ikkitalaring orqadan turib g'iybat qilib chaynayotganlar. Erkak bo'linglar. Yutsa ham qo'llab yuruvdingmi? Bundan keyin ham qo'llada mujiklar. Nima qilasan unda? Orqasidan gapirib chiqib. Nasib bo'lsa bundan keyingi janglaringiz Amirxon chotki bo'ladi. Atishu boy o'tkazasiz. Hammasi zo'r bo'ladi. Unday bularga umuman ahamiyat bermang. O'zingizni tirnobkangizni bosing, gaziga zo'r tirnobkalarni qiling. Nasib bo'lsa zo'r bo'ladi.